Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz Excel'dagi tahliliy hisobotlar chiqarishda juda ko'p qo'llaniladigan va juda ko'p kerak bo'ladigan funksiyalardan biri sum yesli va sum yeslimin. Faqat bu masalani biz ozgina noodatiy usulda yechamiz. Ya'ni ko'rib chiqamiz. Faqatgina klaviaturada ishlarni bajaramiz. Sichqonchani foydalanmaymiz. Demak, Alt Tab bilan biz kerakli faylga o'tamiz. Uzr. Va bizda mana tayyor fayl bor. Bu yerda bizga aytilinyapti. Viloyatlar bo'yicha savdo summalarini kelib chiqarib ber va bunga histogramma qo'yib ber deyilyapti. Bizda ma'lumotlar bazasi listi bor. Listdan listga o'tish uchun biz Control Page Up va Control Page Down knopkalari bilan o'tishimiz mumkin. Men hozir Control Page Up qilib bitta tepaga o'taman va ma'lumotlar bazasidan viloyat ustunini ko'chirib olib o'tishim kerak. Viloyat shapkasiga o'taman, Control Shift pastki strelkani bosib, butun ma'lumotlarni belgilayman, Control S ni bosaman. Control Page Down bilan eski listga o'taman, pastdagi listga va kerakli joyga turib Control Alt inglizcha V ni bosaman. Bu yerda значениyaga tushib Enter ni bosaman. Mana menga hech qanaqa format, formula va boshqalarsiz faqatgina katagini значениясini olib o'tib berdi. Bundan endi dublikatlarni o'chirib yuborishim kerak. Buning uchun men Alt knopkasini bosganimda menda Excel'dagi tepadagi buyruqlarga yo'l ochilyapti. Bu yo'l harflar orqali. Menda ruscha Excel bo'lgani uchun ruscha harflar va menda 2024-versiyasi. Excel'da versiyasiga qarab harflarda o'rni almashadi. Ya'ni eski versiyasida funksional kamligi uchun kam harflar ishlatilgan, yangi versiyasida funksional ko'paygan sari harflar qo'shilib boriladi. O'shuning uchun tavsiyam hech qachon harfni esda olib qolmang. Glavni qayerga qanday kirishlikni esingizda qoldirsangiz bo'ldi. Shunda versiyasiga qaramasdan bemalol ishlay olasiz. Men danniga kirishim kerak, yo harfini bosaman va menda udalish dublikati bor. Mana sichqonchada ko'rsataman qaysi. Mana bu. Работа с данными bo'limida mana escape ni bossam orqaga qaytadi. Mana knopkasi. Bu knopkaga men danni orqali kiraman. Alt yo ruscha harfda. Bo'lganimdan keyin menda belgilangan diapazonimni aytayapti. Dublikatlarni o'chirib yuboraymi deyapti. Men boshqa hech narsa qilmayman, OK deb bosaman. O'chirib yubordi. Buni yangi Excel'larda yana ham oson usuli bor. Buning uchun barobar unique funksiyasini ochamiz, tabni bosib turib, page funksiyadan chiqib ketmagan holatda page up qilib, men Control tepa strelkani bossam jadvalimni eng yuqori joyiga chiqib qolaman va bu yerda men viloyatdan boshlab Control Shift va pastki strelkani bosib qausni yopib Enter ni bosaman. Mana menga o'sha narsani chiqarib berdi. Xo'p, eski versiyalarda qilishni ham davom ettiramiz. Bizda endi sortirovka qilishimiz kerak, tartiblashimiz kerak. Buning uchun yana belgilab turib, Alt ni bosib, danni bo'limiga kirib turib, sortirovka knopkasini bosaman. Ruscha R. Mana chiqdi. Tayyor, hech narsani o'zgartirmayman, faqatgina tab orqali OK ga o'tib turib Enter ni bosaman. Sortirovka bo'ldi. Qaranglar, bizda jadvalimizni tepa qismi shapkasi ham sortirovkaga kirib ketdi. Buning uchun men orqaga qaytaman, Ctrl Z qilib, yana Alt yo ruscha R ni bosib, bu yerda mana eng tepada Мои данные содержат заголовков degani bor. Mana заголовки. Shu yerda probel Shift tab bilan orqaga qaytib, shu bo'limga o'tdim-da va probel uzunchoq space klavishni bossam galochka qo'yilib qoladi. Tab orqali OK ga o'taman va Enter ni bosaman. Bunda sortirovka qilishimiz kerak. Faqat sortirovka hozir V ni yana pastga olib tushib beradi. Shuning uchun biz uniquedan boshqacha yo'l bilan foydalanamiz. Biz mana viloyat deb olib o'tamizda, unique'ni bu pastiga olib o'tamiz. Unique'ni tab bilan tanladim, page up bilan eski listga o'tib,
Ctrl tepa strelka va viloyatga tushib, уже shapka emas, ma'lumotni o'zini belgilayman. Ctrl Shift pastki strelka. Buni qatirishga hojati yo'q, massiv bu. Shift 0 ni bossam qaus yopiladi, enter ni bosaman, mana. Va funksiyani ichiga kiraman F2 knopka bilan, oxiriga qausni yopib, boshiga o'taman home bilan va barobarda keyin sort funksiyasini ochib, enter ni bossam, mana sortirovka bo'lib qoldi. Buni formula chiqib ketmasligi uchun kopировать и Ctrl Alt V ni bosib, значениеga bosib o'tkazib beraman. Mana. Yangi funksiyalar bilan qilinsa bo'ladi. Xo'p, buni ko'rsatib o'tdim. Ctrl probel bilan ustuni belgilab, Ctrl minus bilan o'chirib yuboraman. Kerak emas menga endi. Savdo kerak endi. Savdoga sum если funksiyasini yozamiz. Barobar sum если tabni bosib funksiyani ochaman. Bizga aytayapti, diapazonni belgila deyapti. Ya'ni kriteriyaga to'g'ri keladigan diapazon. Page up bilan, Ctrl page up bilan men eski listga o'tib, yana Ctrl tepani bossam, jadvalga to'g'ri kelib qoladi. Men viloyat jadvalimizdagi viloyat ustunini belgilashim kerak. Menda S3 dan boshlab Ctrl Shift pastki strelka. S4328 ga taqalyapti. Mana shu yerda e'tibor berishimiz kerakki, biz buni absolut ссылка qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni F4 knopkasi bilan dollar belgilarini harfdan oldin va harfdan keyin, ya'ni ustunda ham, qatorda ham qatirib qo'yishimiz zarur. Funksiyani pastga tortganimizda siljib ketmasligi uchun Shift nuqta virgul qo'yaman, chunki birinchi diapazon shartini men bajardim. Ikkinchi sharti kriteriy. Kriteriyamiz sum если funksiyasida turibdi. E'tibor beringlar, men formulani sum если listida kirityapman, lekin listdan listga bemalol o'tyapman, funksiyani ichida turib. Yana orqaga qaytaman, page down, Ctrl page down va Andijon, mana menda birinchi katak turibdi. Chapga siljib beraman, strelkani bosaman. Kimdadir bu narsa bo'lmashi mumkin. Misol uchun bunday bo'ladi. Strelkani yursangiz, formulani ichida yuradi. Shu paytda F2 knopkasini bossangiz, formulani tahrirlash funksiyasidan chiqib ketib, formulaga ma'lumot kiritishiga o'tasizlar. Shunda chap knopkani bosaman, menda sum если listini B3 katagiga adres berildi. B3 ni men endi bu jadvalda shart emas, lekin men sizlarga o'rgatib o'tib ketmoqchiman. B3 ni ham qatirishimiz kerak, faqatgina pastga yoki tepaga siljishi mumkin, o'ngga chapga siljish mumkin emas deb qatirishimiz kerak. Buning uchun biz dollar belgisini katagida adresidagi harfdan, ustunda harfidan oldin dollar qo'yishimiz kerak. F4 knopkani 3 marta bossak, bizda dollar, keyin B, keyin 3 bo'ladi. Biz bu bilan ustunda qatirdik, qatorda qatirmadik. Qator o'zgaradi, ustun o'zgarmaydi. Endi nuqta virgul qo'yamiz. Ikkinchi shartini ham bajardim. Uchinchi shartini ahamiyat beradigan bo'lsak, to'rt burchak qauslarga olingan. Ya'ni bu majburiy emas demoqchi. Chunki ayrim holatlarda summani qaysidir bitta kriteriyasiga, ya'ni 10.000 so'mdan tepa bo'lgan summalarni sanab ber deyish mumkin. O'shuning uchun 2 marotaba kiritmasligiga yo'l qilib, bu majburiy emas deyilyapti. Bizda endi hozirgi holatda majburiy, chunki biz ko'rsatishimiz shart. Yana Ctrl page up bilan listga o'tamiz. Mana hozir biz tepa qismida sichqonchada ko'rsataman. Biz qayerda turganimizni mana ko'rsatyapti. Hozir prosmotr X bo'lib qoldi. Qaysi katagida turganimizni ko'rsatyapti mana shu yerda chekada. Biz Ctrl bilan tepa strelkani bossak, yana jadvalda tepa qismida bo'lib qolamiz. Va bizga jadvalimizdagi savdo ustuni kerak. E'tibor beramiz. Diapazonda belgilaganimizda, ya'ni men hozir viloyatni belgilaganimda S3 dan boshlab belgiladim. Demak, summani ham belgilayotganda savdoni 3-qatordan, 3-strokadan boshlab belgilashim shart. Va belgilagan diapazonimni tugashi ham birinchi diapazonda tugashi bilan to'g'ri bo'lishi shart.
bir xil diapazonda razmeri bir xil bo'lishi kerak. Har bitta diapazonda razmeri bir xil bo'lishi kerak. Bo'lmasa formula ishlamaydi. F4 knopkasi bilan buni bir marta bosib qatiramiz va qavusni yopib enter ni bosamiz. Mana bizda summa chiqdi. Endi buni pastga hadeb yozib chiqmaymiz yoki copyright qilib pastga vstavить qilib o'tirmaymiz. Biz yonimizdagi ustunga o'tamiz. Ctrl pastki strelkani bosib ma'lumotlarda oxiriga o'tamiz va o'ngga o'tib Ctrl Shift tepani bosamiz. Belgilandi. Shu holatda Ctrl lotincha D deb bossak, bizda duplikat qilib beradi. Va biz manfaatli qatirganimiz uchun duplikat qilganimizda bizda formulalar siljib ketmadi va har bitta viloyatni o'zini savdosini chiqarib keldi. Endi bezak beramiz. Buni chislovoy formatga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun Ctrl Shift 1 raqamini bosamiz va bizga mana bu virguldan keyingi sonlar kerak emas. Buning uchun Alt ga bosib glavniyga kirsak, chislo degan bo'limda 9 raqamini qarasak, bizda mana nollarni olib tashlashga 9 raqamini bergan. Demak, biz tezda qo'limiz keltirib olganimizda Alt ya 9 ni 2 marta bossak, bizda virguldagi sonlar yo'qolib ketadi. Endi bunga o'rtaga olib kelamiz buni. Alt ya Y1 qilamiz va butun jadvalni belgilash uchun Ctrl A qilamiz va Alt ya 4 ni bossak, bizda katagini ichida tepa va pastini bir xilda qilib beradi. Ustunda shapkasini belgilaymiz. Ctrl B bilan jирный qilamiz. Ctrl emas, uzr. Alt ya Y1 bilan center qilamiz. Xuddi shunday pastda jami degan ustun kerak, qator kerak. Bu yerda Alt barobarda bosamiz, buni chiqadi. Chiqmasa sum funksiyasini teramiz. Buni ham xuddi shunaqa belgilab Shift bilan strelka, Ctrl B, Alt ya G1 endi bu jadvalimizga ramka qo'yishimiz kerak. Alt ya GGS. Ana. Nimaga GGS? Altni bosganimda glavniyga kiraman ya orqali va ikkita G ni qaraydigan bo'lsak, mana ramkalar qo'yishga ikkita G beryapti. Ikkita G ni bosganimdan keyin butun ramkalarga harflar berib yuborgan. Hozir yo'qolib qoldi. Yana Altni bossam ichiga kirib ko'rishim mumkin. Menga S все границы. Mana. Все границы. Orqaga qaytish escape knopkasi bilan. Endi buni rangga bo'yayman. Viloyat bilan savdoni belgilab, glavniyga kiraman. Rangda mana zalifkani ko'rishimiz mumkin. Ruscha R1 turibdi. Men kerakli rangni tanlayman. Buni copyright qilib, pastga tushib, jamini belgilab turib, Ctrl Alt V deb bosaman-da, formatini tanlab, enter deb bosaman. Mana format belgilanib qoladi. Buni chislovoy qilib yuborsam, bo'ldi. Histogramma qo'yamiz. Histogramma qo'yish uchun polностью belgilayman. Ctrl Q deb bosaman, ya'ni lotincha Q harfini bosaman. Mana menda yordamchi narsa chiqadi. Ctrl Q. Shunda men histogramma pastda turibdi. Mana formatirovание. Histogrammani tanlasam, tabni bossam o'tadi. Mana histogramma belgilandi. Enter deb bosaman. Histogrammam tayyor. Endi buni yana ham chiroyliga olib kelish uchun Alt glavniyga kiraman va условное formatirование. Mana L harfini bosaman. Menda управление правилами bor. I harfini bosaman. Mana ichiga kirdik. Tab bilan men har bittasini mana o'tishim mumkin. Изменить правила qilsam, mana shu histogrammani o'zgartirish uchun oyna ochiladi. Tanlayman. Histogrammani rangini tanlayman ma'dan. Mana va splashная zalivkani o'rniga Shift bilan Shift tab orqaga yuradi, tab oldinga yuradi. Tab bilan sakrab oldi orqaga yugurib yuraman. Strelkalar bilan mana bunaqa ochish kerak bo'lganlarda ochamiz mana. Gradientная zalivkani tanlaymiz, enter deb bosamiz va tab bilan granitsaga net granitsa qilsak, mana pastda obrazetsda bizda ko'rinib turibdi. OK deb bosamiz. Tab bilan OK ga o'taman, enter deb bosaman. Mana
Rangimiz rasmdagi rangga to'g'ri kelmayapti. Nima qilamiz? Yana Alt ya L harfini bosib I ni bosaman. Tezroq kirib oldik. Tab bilan izmenить правилаga kirib, rangini tanlaymiz. Pastki strelka. Mana qonunlar hammasi qo'yganlari to'g'ri. Enter, tab, enter. Mana bizda tayyor ma'lumotlar. Kuzatganinglar uchun rahmat. Izohlarda sizlarning fikringizni kutib qolaman. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Tanishinglarga yuborishni esdan chiqarmanglar. Rahmat, salomat bo'linglar.